Bugun sizlar bilan preppy stilda kiyinamiz. Ala elitni Garvard School'ga o'xshagan maktabda o'qiganimda qanaqa kiyinardim? Bosimga shunaqa dingal Burberry printda yubka kiydim. Ustimga esa klassический rubashkam yo'q ekan. Aytdim shunaqa garderobimdagi bor yushachkali rubashkamni kiydim. Va hajmligiga ahamiyat bermaydi iltimos. Men dazmol qilaman, dazmol qilishni ham bilaman. Lekin 100% lyon paxtali kiyimda doimo shunaqa hajm bo'lib ketaveradi. Ustimdan esa shunaqa yubkamga mos plashovka bomberimi kiygim keldi. Lekin hech ham shu rubashkamni zapravить qilolmadim. Bastanda yubkamdan chiqib ketaverdi. Va bomberim ichida qanaqadir siqilib qolgan deb menga tuyuldi. Prosta yubkam rubashka turishi ham yoqqan edi. Lekin bomberimni kiymoqchi bo'lganim uchun ichimdan oddiy oq futbolka kiydim. Va endi obrazim menga намного больше yoqdi. Также shunaqa jigarrang rangda ochkiyimni ham qo'shgim keldi. Va ko'chada havo hali sal salqinroq bo'lgani uchun shunaqa qishdan beri zakaz qilgan lekin endi kelgan oq golfigimni kiymoqchi bo'ldim. Va loferlarimni yaxshi turadi deb o'ylagan edim. No qanaqadir hard animeshniklarga o'xshab qoldim. I'm sorry, lekin menga juda ham cringe'ovo ko'rindi. Xuddi men уже это переросла. Поэтому golfigimni yechib olib, просто loferimni qoldirdim. Va shu kojani Chanelka sumkamni ham taqib oldim. Va endi shu obrazim более гармоничный va chiroyliroq ko'rindi menga. Sizlarga shu obrazim yoqdimi? O'z fikringizni kommentariylarda qoldiringlar. Va xayr etgancha menga obuna bo'lib qolishni unutmanglar. Chunki menda fashion va stil haqida ko'p ma'lumot topasizlar.